Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jaloliddin Suyuti'nin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Umayyalarning 13. sultanı Yazid Temtök degan halifeniki tarihi bilan tanışıp chiqamiz. Bu adam Hijriyaning 126-yili hokimiyat beshiga chiqqan va shu yili o'lib ketgan. Bunun kunyasi Abul Khalid ibn Valid ibn Abdülmelik. Demek bu Valid ibn Abdülmelik'ninki o'g'li degan bo'ladi. Ya'ni Yazid ibn Valid bo'ladi. Naqis deb Kemtük deb laqablanganda nemishqa degan vaqtida chunki askarlarninki ayni vaqtdagi maoshni bu kim aytib etgan. Hatta o'zining tog'asining bolasi Validni o'ldirib, bu majburiy yo'sinda podshoh xalif bo'lib olgan. Buning onasi Shahfiran Fayruz ibn Yazdajirning qizi. Ya'ni Kisroning podshohlarining, Persiya podshohlarining qizida. Endi bu yerlik Fayruzning onasi bo'lsa, Kisroning o'g'li Shiravining qizi. Endi Shiravining onasi bo'lsa, Turk podshohlaridan Hakonning qizi. Bu Türk podshohlari o'zi burun Xon yoki Xaqon nomi bilan atab kelganda. Endi Fayruzning onasining onasi Rim podshohlari Qaysarning qizi. Shuning uchun Yazid faxrlanib mundaq deydi: "Men Kisroning o'g'liman, dadam Marvandur, Qaysar cho'ng dadam, Xaqon cho'ng bobomdir" degan. Undaqda buningda Arab podshohlarining, Fars podshohlarining, Türk podshohlarining, Rim podshohlaridan iborat dunyodagi eng cho'ng shu paytdagi 4 cho'ng imperiya podshohliniki qini jo'g'lashgan bir odamda ma Yazid demchi. Şu salibi şunaq deydi. Padişahlık, xilafetde her taraftan en kişilerin isil idi deb şunaq sübetligen. Yazid Validni öldürüp bulab, atağısının balasını öldürüp o, qarıq çıkan pasıq deb. Bu nutq sözlep, nutqı da mundaq degen. Allah'a hamd sanalar bolsun ki, azbiray Xuda men bu xilafetga qarşı chiqishimda yak özemni cho'ng sanab, yoki gadiyib, yoki dunyoga erisman bo'lib, yoki podshohlikni tamoq qilib, men bu yerga qarshi chiqmadim. Agar Parvardigorim menga rahim qilmasa, men o'z nafsimga zulm qilg'ichi bandaman. Lekin men Alloh va Allohning dinini qo'g'dash uchun chiqdim, qarshi chiqdim bu yerda. Qur'on va sunnatga qo'yishni tashabbus qilyapman. Chunki bu vaqtda hidoyatning yo'li dafsan qilingan, taqvodorlarning nuri o'chishga boshlagan, haromni halol sanaydigan zolim bu yerda azvaydigan, bid'atni avutadigan bir zolim dunyoga kelgan vaqtga qarshi chiqdim. Men mushu yomon avallarni ko'rgan vaqtimda men bek ansirdim. Chunki gunohinglarning ko'pligiga boqmay, sizlardan bu zulm sizlardan yo'qolmaydi. Günahın köp holatda. Qalbingni nayt qasavat, qattiq bo'lib ketgan, qalbing qatib ketgan bu paytda zulm yo'qolmaydi. Shuning uchun men yani ansirdim dedi. O o'zi shug'ullanayotgan shu bid'atga texim ko'p odamlarni chaqirib da'vat qilib tashabbus qilishidan texim ansirdim. Shuning bilan xalqlar buning so'ziga ma'qul bo'lib, yomonlik to'lib ketmasin deb ansirdim. Allah'a istihar saldım bu işte. Etrafımdaki urug' tuqqanlarimni ve mening turli yarellerimni, yoldaşlarımni bu ishqa chaqirdim dedi. Allah Taala şunun bilan bu fasiqdan davlatimizni, bütün musulmon bandalarni Allah qutqizdi. Demek bu Allah'ның bizga bergan atosidir. Allah'siz bizning hech qudratimiz, kuchimiz yo'qdir. deb xutba o'qidi. Ma xutbasi hamda shu vaqtida tunji o'qilgan xutbada bu Validni o'ldirib, isyonni ko'tarib qozongandan keyin. Demak, bu odamniki ma'vu nutqidan xilinayati o'zi taqvo, solih, haqiqatni so'ydigan bir podshoh ekanligi ko'rinib turyapti. Endi gapning yomon yerini yerda anglaymiz a? Ey xaloyiq deydi. Agar masalaning bu ishinglarga mas'ul bo'lib podshoh bo'lib qolsam, bir qishni bir qish ustiga qo'ymayman. Toshga tosh qo'ymayman dedi.
bir şehirden bir şehirge mal yetkemeyme. Şu şehirnin ihtiyacını kamdamay turup. Ve şu şehir ehli küçeye gidek. Yaki sizler küçeye gidek alette şu mal dünyanın şu halk arsıda yaki ümmetinin menfaat arsıda taksimat kılımı. Eğer bunun malum kısmette mal dünya işip kalsa onun koşunu devletke şehirge vermedi malını. Şu vaqtda şu halkning turmushi yaxshilangan qadar qaralama siyosatchi degan eng bu xalqning turmushini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Avval moddiy manfaat xalqningki birlikni tutib turadigan muhim halqi bu. Hammanglar turmush saviyasida o'xshash bo'lgan qadar deydi. Agar men mushi siyosat ustida davom etime xohlasanglar menga bayat qilinglar, men sizlarning foydanglar uchun tirishchilik ko'rsatay. Agar men bu to'g'ri yo'ldan qiyib ketsam, sizlarning menga bayat qilish burching yo'qdir. Agar mendimi kuchlik birersini bu ishga munosib ko'rsanglar, onunga bayat qilinglar. Men tunji bo'lib onunga bayat qilib, onunga bo'ysunadigan birinchi shaxs men bo'laman. Allah mening va sizlarning gunohlarimni mag'firat qilsin. Ma'vud tunji qutbisi, madem o ma so'zni naytdi bir xil bir dağınıq, bir naytdi yaraqni ko'rdigan strategik bir siyosiy ekanlik kelib chiqyapti da maksiniki. Yani Osman ibn Abil Atike degan odamning deyishicha, tunji qitim Hayit bayramda Qur'onni esib chiqqan odam Yazid ibn Velid, yani mush kishi. Osh kishi ikki sap bo'lib otliq qo'shin bilan Babul Hasan'dan şu namaz o'qiydigan maydonga chiqqan deydi. Babul Hasan hozirgi Suriyaning Damashqdagi shu cho'ng asli koni shahrining o'zi hamda 11 shahar darvozasidagi bir darvozasi. Abi Osman el-Laysi degan odam shunday dedi. Yazidun Naqis shunday degan. Ey Umaviylar jamoati, sizlar naqshadan nazar aylanglar, naqsh muzikadan nazar aylanglar. Naqsh muzika ayani yo'qtidi, shahvatni oshirdi, muruvvatni buzdi. U aroqning noibi, ya'ni aroqdan keyin qilib turadigan bir yomon qilmish. Aroqkash qilgan ishni qildirdi dedi. Agar bak zadim shu naqshsul naqsh muzika bo'lmaydi deb turasanglar, naqsh muzika va so'rindan ayollarni yaroqlashtiringlar. Chunki naqsh muzika zina fahishning tashabbusi degan. İbn Abdülhakem şundaq deydi. İmam Şafii rahmetullah aleyhi şundaq deganlikni anglagan edim. Yazid ibn Velid vali bo'lgan vaqtida, ya'ni xalifa bo'lgan vaqtida kishilarni taqdir inkorchiligiga chaqirgan va mushunga majburlagan. Hatto G'aylanning odamlarini o'ziga yaqin tutgan dedi. G'aylanning hayotini biz boshda biroz to'xtalib o'tdik. Hamda G'aylan taqdirchilikni inkor qilgan, o'zini taqvo solih o'tgan bir olim ayni davrdagi. Lekin hamda ba'zi bir shu davrdagi siyosiy zulmlar tufaylidan hokimiyatni xalq orasida eng salohiyatli kishilarga qo'yish kerak degan siyosiy tashviqotni ko'tarish orqali mushu tashviqotningki tüpeylidən bu adam ahırdan taqdir inkarçılıqqa elib bağan. Yani her insan öz qilmishida ixtiyorlikqa ega deb taqdir bilan munosabati yo'q deb aqidaviy halqiga elib bağanda bu siyosiy tashviqotning ahirida o'zining fikrini xalqni shu qoyil qilish ustidan Yazidning mushqarashni keyingi mezgilda hamda qo'llagan bo'lishi kerak Imom Shafiyning nazari bo'yicha. Lekin Yazid hamda xilofat bilan ko'p huzurlanmadi, balki shu yili Zilhijja oyining 7-kuni o'lib ketdi. Uning xilofat davri 6 oy davom etgan. Shu vaqtda o'lib ketganda uning yoshi 35 yosh, ba'zan 46 yosh debdi. Ba'zan bu odam vabo bilan o'lib ketgan deydi. Qolgani Alloh o'zi biladi. Hamda Umayyalarning 13 sultani xalifasi İbrahim ibn Velid ibn Abdülmelik, yani o'lib ketgan Yazid Kemtikning inisi xilofat davri. Bu mu aksiga o'xshash uzun ömür ko'rmagan, ya'ni hokimiyat beshiga o'tiramagan. Shu 126 hokimiyat beshiga chiqib, uzun o'tmaylam g'olab tushgan. Buning kunyasi Abu Ishaq, aksi Yazid Kemtik o'lib ketgandan keyin xalifa bo'lgan. Ba'zan debdi aksi buningga valiahd qilgan deb, ba'zan yo'q debdi. Masalan, Bordibdi Sinanning deyishicha, men Yazid ibn
Velidninki mushu sekret vaqtida men batdim dedi. Onun qishig'a Qutun degan odam kelib mundaq dedi. Men mushu orduning sirtidagi odamlar tarafidan avatilgan bir elchi. Allohning haqqi bilan ular sende shuni so'raydiki, akang yoki ukang Ibrohimni mush xalif qilib qo'ysang, vali ahdi belgilab qo'ysang degandikin, Yazidning nihoyat ochiq kelib, men Ibrohimni vali ahdi qilamdimi? Ondan dediki, ey Abul Ala dedi, Aqtuning datidan. Adam nima dedi Abul Ala deb shu xalifaga. Men kimni vali ahdi qilsam bo'lar deb baqaqana deb maslahat shaklida so'rab beqibdi-da. Degandikin dedim men, sen meni orlashdan cheklagan bir ishqa uning oxirgi men bu orlashmayman, maslahat bermay deb turib oldim dedi. Shundan bu odam yana deydi, shu hoshidan ketdi dedi adam sakratlik vaqtida. Men uni o'ldi deb o'yladim-da, shuning bilan vaqtin o'tirib bir vali ahdilik nimidan birini yolg'ondan to'qib yezib Yazidning tili bo'yicha kishilarning hammasini chaqirib shuningga guvohlikqa tortdi-da. Amaliyotda Yazid hech kimni vali ahdi qilmagan debdi. Balkim bu qarash to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki bu odam o'zining ustozi G'aylanninki fikrlan mangan. U bo'lsa-mu ummatning ichidagi eng salohiyatli odamni ummat o'zi saylab chiqish kerak degan qarashni taqdir inkorchilik aqidasi bo'yicha mush qarashni bular keltirib chiqargan. Ammo Ibrohim xilofati 70 kun davr suralgan. Ondan keyin g'ulg'an. Buningga Marwan ibn Muhammad qarshi chiqib, Marwan xalifa bo'lib olgan. Ibrohim shundan qochib ketganda, ondan kelib o'zini o'zi xilofatdan bo'shtib, bo'ldi men xalifa emas deb Marvonga topshirib bergan. Bu Marwan kon Marvonninki navrilaridan bo'ladi hamda. Shuning bilan bu Marwan ibn Muhammadga majburiy yo'sinda bo'ysungan. Bu Marwan hamda Abdulmalik ibn Marwanning inisi Muhammad ibn Marwanning o'g'li bo'ladi. Yani bu Marvanilar jamoatidan ikinci bir tarmoq bolasida İbrahim onundan keyin 132 yilgacha umr ko'rib, Umayyalar jamoatidan Abbasilardan tunji podshoh Sabbahning vaqasida o'ltirilganlar qatorida bor. Chunki Sabbah Umayyalarning mushu shahzodalarini asosan qirib tashlab o'tgan. İbn Asakirning tarix nomli kitobida İbrahim İmam Zuhriydan anglagan ekan. Yani rivoyat anglagan ekanda hadis o'qigan demakchi. Va o'zining tog'isi Hisham ibn Abdulmalikdan hikoyat, yani ilm rivoyat qilgan. Onundan o'g'li Yaqub hadis rivoyat qilgan yoki hikoyat qilgan deydi. Mesela vaqaliklarning tarix ilmini. Demak, bu mo shuning qaraganda xili ustoz ko'rgan xalifda qiladi. Onun onisi Ummu Veled. Ummu Veled degan hamdaligi didek ona da hamda. Mana bu bo'lsa İbrahim xilofatni tortib olgan Marvanil Himarning ona bir tuqquni deydi. Dadi boshqa ona bir. Hamda İbrahim Hijriya 127-yili Safar oyining 14 güne, düşenbe günde bu adamlar xilafettin g'ulab tushirib etgan hamda. İmam Madaini'ninki degan so'zda İbrahim'ninki hech oqmagan. Ba'zilar buni xalifa deb salom qilsa, ba'zilar buni amir deb salom qiladi. Bir-birlik kishilar buni bayat qilishni unutmagan. Demak, bu odamni mutlaq e'tirof qilib unutmaganda shu orliqda tushib ketgan. Shunga ba'zi ayni vaqtdagi shoirlar bu odamniki davrini sifatlab, biz İbrahimga her cuma bayat qilamiz, lekin sening ega bo'lgan bu ishlaring zoya bo'lib ketadi. Ya'ni ishni eplashtirolmaysa degan mazmunda bu odamga hajiviy she'rlarni to'qigan. Ondan başka bir kısım alimlar İbrahim'ninki üzükide İbrahim Allah'a işini do degan mazmundagi naqsh o'yilgan deydi. Şunun bilan biz Umayyalar sultanlardan 12 ve 13 Umayyalar xandonidan ikki amirniki tarixi bilan bugun tanishib chiqdik. Ayatda Alloh xolisa 14-amir Marwan ibn Himar'ninki hayatı bilan tanishib chiqamiz. Marwan ibn Himar Umayyalar sultanlardan 14-eng oxirgi xalifa. Shuning bilan Umayyalar sultoni, Umayyalar davlatininki davri tugaydi. Ulardan endi baxt quyoshi shuning bilan o'chidi. Undan keyin biz Abbasiylar davriga o'tamiz. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.